O'rtoqlar, assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshi tomonlilarman. Bugun 26-yanvar, dushanba, soat 10:29 bo'ldi ertalabki. Xo'p, sizlar bilan bugungi market tahlili boshlaymiz. Kechagi market tahlili ko'rgan bo'lsanglar, hafta davomida nima kutishimiz mumkin degan savolga javob berishga harakat qilib ketdim. Xo'p, bugun mana endi xudo xolasa dushanba yangi hafta boshlangani uchun sizlar bilan bitta market tahlili qilamiz. Tezgina e'tibor bersanglar, dollarni kunlik time frame'ida narx gap bilan ochildi, ya'ni dushanba kuni bugun mana ochilgan narx ko'rib turibsizlar. 1 soatlik time frame'da menimcha bu gap ko'rsak bo'ladi. Mana bu gap bilan ochildi narx. Bu gap hisobiga endi yo'nalish baribir mana bu sell side biz uchun asosiy target bo'lgani uchun narx o'sha sell side'ga tushib borishga juda ham tez harakat qilyapti, ko'rib turibsizlar. Kechagi market tahlilida aytganimdek, mana bu imbalans zonaga narx keladigan bo'lsa, keyin pastga ketish ehtimoli juda ham kuchli bo'ladi degandim, lekin turishdan biz bu imbalans zonagacha chiqib bormaymiz. Balki mana bu imbalans zona bu hafta bizga qanaqadir setup berishi mumkin. Mana shu imbalans zonaga agar narx keladigan bo'lsa, bo'lmasa mana bu imbalans zonaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Chunki mana shu imbalans zonaga e'tibor bersanglar, ertaga mana seshanba kuni narx tepaga manipulyatsiya qilib, keyin pastga qarab, endi sell side'ga qarab tushib ketishini kutsak bo'ladi. Xo'p, 4 soatli time frame'ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 4 soatli time frame deyarli xoscha hech narsa yo'q, chunki hali London kill zona ochilgani yo'q, to'g'rimi, dushanba kunga. O'shaning uchun ko'ramiz qanaqa holat bo'ladi, lekin idealniy price action bizga seshanba kuni manipulyatsiya qilib, ya'ni korreksiya qilib, undan keyin pastdagi mana bu sell side'ga narxi tushib borishi bo'ladi. Xo'p, endi Euro USD ga qaraydigan bo'lsak, Euro USD da menimcha gap bilan ochilmagan, gap yo'q mana. Lekin bizda mana bu oylik time frame e'tibor qaratsak, mana bu maksimumga narx chiqish kerak, buy side yechgani deganda, undan keyin bu tepada buy side'lar juda ham ko'p degani, to'g'rimi? O'shani hisobiga endi mana haftalik time frame'da yangi anaqa ochildi, mana to'g'rimi, candle ochildi. Bu haftalik candleimiz ochilishi bilan tepaga chiqib buy side'ga yaqin keldi, lekin yechmadi buy side'da. Iloji boricha kunlik time frame'da bugun mana seshanba bo'ladigan bo'lsa, dushanba bo'ladigan bo'lsa, dushanba mana bu yerda gap hosil qilyapti, mana imbalans zona hosil qilyapti. Shu imbalans zonadan ertaga, ya'ni seshanba kuni narx pastga korreksiya qilib, mana shu imbalans zonaga, undan keyin tepaga qarab chiqib ketishini kutib ishlasak bo'ladi, adashmasam. Shu imbalans zona agar bugun hosil bo'ladigan bo'lsa. Hop, 1 soatli time frame ga e'tibor bersak, 1 soatli time frame'da mana ko'rib turibsizlar, kecha o'sha juma kuni hosil bo'lgan mana bu puls, mana bu swing nuqtamiz menimcha vaqtinchalik swing nuqta bo'ladi, ya'ni turtle soup qilishga yaxshi swing nuqta bo'ladi. Ya'ni narx ertaga seshanba kuni tushib, mana bu zonalarga, mana bu imbalans zonalarga yoki bu imbalans zonalarga tushib, undan keyin tepaga qarab ketsa yaxshi bo'ladi. Lekin uni teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Mana bu kunlik time frame'dagi mana bu hozirgi buy side'imizga narx уже yaqin qolgani uchun narx birinchi buy side'ni yechadigan bo'lsa ertaga, misol uchun mana bu pastga tushishdan oldin buy side'ni yechib qo'yadigan bo'lsa, unda hafta davomida biz mana bu zonadagi imbalans zonalarga narx o'sha discount zonaga tushishini kutsak bo'ladi. Ya'ni agar mabodo bunday qilib premium discount tamatga oladigan bo'lsak, bu hafta boshlanishida mana dushanba, bugun va ertaga narx mana bu buy side yechib qo'yadigan bo'lsa, unda hafta davomida biz mana bu pastga narxi tushishini kutib, keyingi haftaligi keyin tepaga qarab ketishini menimcha kutsak bo'ladi. Mana shunaqa holat ham bo'lishi mumkin agar birinchi buy side yechilib qo'yadigan bo'lsa. Agar narx buy side yechmasdan bugun mana hozir London kill zone boshlanishi bilan narx sekin pastga tushib korreksiya berayotgan bo'lsa, demak mana bu buy side'larni mana bu buy side'ga chiqishga tashlab ketayotgan bo'ladi, to'g'rimi? Undan keyin hafta davomida biz buy pozitsiya qidirsak bo'ladi. O'shaning uchun ko'ramiz narx qanaqa reaksiya olishiga qarab sizlar bilan yana pozitsiya qidirishga harakat qilamiz. Xo'p, goldga e'tibor bersak, gold ham xuddi yevro bilan dollarga o'xshab puls bilan ochilgan. Mana bugun kuni ko'rib turibsizlar, puls yaxshi bo'lgan, imbalans zonalar pastda qolgan. Shu imbalans zonalarga goldda hozircha deyarli to'g'risi hech narsa yo'q.
mana bu narsani mundoq qilib oladigan bo'lsak, e'tibor bersanglar, imbalans zonalar bor. Gold pastga tushgandan keyin tepaga qarab anaqa qilishga, menimcha pozitsiya qidirish yaxshiroq bo'ladi, osonroq bo'ladi, chunki ko'ryapsizlar, gold faqat o'sishda davom etyapti, to'g'rimi? Bugunga to'g'risi bilmadim qanaqa hozircha. No, mana bitta 1 soatlik CRT hosil bo'lyapti ekan. Buni to'g'risi menimcha qaramasam kerak. No, agar ishlamoqchi bo'lganlar mana shu CRT ni mana 5 minutlikka o'tadigan bo'lsak, menimcha tasdiqlari hammasi bo'lgan. Mana 5 minutlikka qaraydigan bo'lsak, mana. No, menga mana bu narsasi yoqmayapti. Juda ham idealni tushib kelayotgani. To'g'rimi, o'shani hisobiga menimcha qiziqmasam kerak. Bugun уже pozitsiya ochishga qiziqmayman. No, agar mana shu 1 soatlik CRT tugallanadigan bo'lsa, narx mana shu 1 soatlik CRT ni tugatadigan bo'lsa, unda mana shu dushanba, seshanba narx kelib, keyin hafta davomida yana narx tepaga qarab ketishini kutsak bo'ladi. Hozircha goldda nimadir deyish qiyin o'rtoqlar. Iloji boricha goldda faqat o'sha korreksiya qilgandan keyin yana buy pozitsiya ishlayvergan menimcha yaxshiroq. Xo'p, endi Nasdaqga e'tibor beradigan bo'lsak, Nasdaqda esingizda bo'lsa, agar kechagi market tahlilini ko'rgan bo'lsanglar, o'sha market tahlilida aytgan edim, imbalans zona bor, CRT bor, o'sha CRT bo'yicha narx yurishini kutsak bo'ladi deb aytgandim. Esingizda bo'lsa, mana bu zonaga e'tibor bersanglar, kunlik time frame'ga narx mana bu CRT, ya'ni kunlik time frame'dagi CRT o'sha market ochilishi bilan tugagan. Ya'ni payshanba kuni minimumini, dushanba kuni bugun ochilgan narx o'sha yechib bo'ldi. To'g'rimi? Bu degani mana bu anaqamiz tasdiqlandi, 4 sub tasdiqlandi. Endi bizga mana bu minimumni narx agar mana bu buy side'larga chiqish niyati bo'ladigan bo'lsa, shu minimumni buzib o'tmasligi kerak. Mana shu bizga tasdiqlandi. Xo'p, tasdiqlangan bo'lsa, endi biz sizlar bilan mana misol uchun 1 soatlik time frame'ga e'tibor bersak, kecha market tahlilida aytgandim, mana bu imbalans zonaga narx mana tushishini kutsak bo'ladi degandim. Mana narx ochilishi bilan, market ochilishi bilan shu imbalans zonaga narx tushibdi. Mana pastdagi buy side'lar уже yechilibdi, to'g'rimi? Demak, buy side'larni yechgandan keyin shu imbalans zona mana narx tepaga qarab ketyapti. Endi mana bularni qizig'i yo'q. No, endi bundan buyog'iga narx faqat buyga yurishini ko'rsak bo'ladi. Chunki mana bu endi biz uchun 4 sub bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu 4 sub, 1 soatlik time frame 4 sub. Demak, bu biz uchun protected bo'lish kerak, ya'ni buzib o'tmasligi kerak narx. Iloji boricha agar rostdan ham tepaga ketish niyati bo'ladigan bo'lsa, lekin mana bu gapimiz endi support vazifasini bajarib berish kerak, adashmasam. Mana shu gapdan tanas bilan yopilgandan keyin tepada hamla bo'lgandan keyin, undan keyin mana shu gapdan korreksiya olishi mumkin. Agar mana bu 4 sub rostdan ham haqiqatdan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha beradigan bo'lsa, 4 soatlik time frame ga qarab qo'yamiz. 4 soatlik time frame da mana hozir o'sha 1 soatlik 4 subimiz mana bu zonaga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, tepada o'rtoqlar juda ham ko'p buy side'lar bor. Nasdaq mana bu buy side'ga chiqish kerak mana, to'g'rimi? Buy side'lar juda ham ko'p tepada. Mana bu buy side'lar bor mana. Mana bu buy side'lar. Bu yoqda buy side'lar juda ham ko'p. Nasdaq hech kerak bo'lgan buy side'larimiz mana bular juda ham ko'p. O'shaning uchun bu hafta buy ishlayveramiz, adashmasam. 4 soatlik time frame shu bo'ladigan bo'lsa, endi 1 soatlik time frame da hozircha endi bu Nasdaq bo'lgani uchun London Kill Zone'da menimcha pozitsiya qidirib ko'rish xatoga o'xshab turibdi. Iloji boricha 9:30 da market ochilganda nima bo'lishiga qarab qiziqib ko'rsa bo'ladi. Hozircha lekin juda ham xunuk narx. Juda xunuk. No, ko'ramiz qanaqa holat beradi. Kechqurun 9:30 da New York vaqti bilan Toshkent vaqti bilan soat kechqurunga 19:30 bo'ladi. New York vaqtida 9:30 bo'ladi. Market ochilishi, to'g'rimi? O'sha market ochilishida nima bo'lishiga qarab ishlab ko'ramiz. No, men uchun bugungi asosiy targetimiz mana shu buy side bo'lsa kerak. Mana shu buy side'da menimcha bugun yetishga harakat qilamiz. O'shaning uchun shu buy side'da mana bular misol uchun partial oladigan zonalar bo'la oladi mana. Mana bu zonalar buy side. Mana bular misol uchun 3 ta buy side bo'ladigan bo'lsa, shu buy side'lar bilan ishlashga harakat qilamiz o'rtoqlar. Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Telegram kanalda o'sha update'da bo'ladigan bo'lsa, qo'yib boraman. Pastda linki bor hamma narsani va Funded Next'dan shot olmoqchi bo'lsanglar, pastda linki bor. O'zim ishlayotgan boshqa profillarning ham linki bor. Bemalol o'tib shot olsanglar bo'ladi o'rtoqlar.
Xo'p, shunaqa gaplar, qisqagina video bo'ldi, chunki hali London kelasi ochilgani yo'q. Просто bugunga qolib ketmasin deb bu hafta polniy har kuni market tahlil chiqarmoqchiman. O'shaning uchun qolib ketmasin degan ma'noda chiqarib qo'ydim. Foydali nimadir o'rgandinglar degan umiddaman o'rtoqlar. Charchamanglar. Sizlar bilan Xudo xohlasa keyingisida ko'rishamiz. Kutinglar yaxshi bo'lsin.